Assalomu alaykum va rahmatulloh. Oldingi videoda sizlarga yangi O'zbekiston bozoridagi TND brendi kameralarini obzor qilib ko'rsatib bergan edik. Narxlarini va qanaqa modellari borligini. Endi bu videoda sizlarga uni sozlamalari haqida ma'lumot beramiz. Juda ham oson, qiyin emas. O'rganib olganingizdan keyin bemalol Hikvision Anywhere bilan qanaqa ishlatish, o'zini qanaqa qilib onlayn prosmotr qilish, IP adreslarini sozlash va shu kabi ma'lumotlarni bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Qani unda boshladik. Hozir birinchi o'rganadigan narsamiz TND kamerasiga IP manzil orqali ichiga kirish. Har bitta kamerani bu Hikvisionda bo'lsa yoki TTda bo'lsa, o'zini IP adresi bo'ladi. IP adresiga kirish uchun istalgan web brauzer orqali 192.168.1 yoki 0 bu o'zini tarmoqdagi raqamini ko'rib olib turib, dastur orqali IP raqami kiritiladi va bemalol undan keyin brauzer orqali kamera sozlamalari chiqib keladi. Hozir shuni boshlaymiz. Demak, qaranglar. TND kamerasini o'z web interfeysi mavjud. Hop, unga kamerani IP manzil orqali kirish mumkin. IP manzil har bir kamerada ko'rsatilgan va odatda har xil bo'ladi. Masalan, 192.168.1 va oxiri 12 masalan yoki 2. 4 ta raqamli bo'ladi. Har qanday brauzer orqali ushbu IP manzilni kiritamiz va agar u bitta tarmoqda bo'lsa, ya'ni LAN orqali ulangan bo'lsa, bemalol topib beradi. Hop, kiritdik, kamera web interfeysi ochiladi. Hozirda ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda o'z login va parolimizni yaratib, kamerani faollashtiramiz va web interfeysiga o'tamiz. Hech qanday plugin o'rnatishga hojat yo'q va bu juda ham oson. Qaranglar, Chrome brauzeriga kamerani IP adresini yozamiz. Bu yerda 192.168.1.2 bizani IP adresimiz, kameraning IP adresi. Hop, parol yozyapmiz. Botga o'zingizlarning yangi parolinglarni kiritasizlar. 8 tadan iborat bo'lishi kerak, son va harf ishtirok etgan parol bo'lishi kerak. Kiritdik, ikkalasini tasdiqladik va saqlashni bosdik. Shunda bizga darhol kamera videosi ochib berdi, hech qanaqa plugin kerak emas. Nastroyka bo'limiga kirib, kameramizning IP-sini ruchnoy boshqa IP adresiga o'zgartirib olamiz. Bu bizga nima kerak? Boshqa IP adreslar bilan konfliktga duch kelmasligi uchun kerak. Hop, saqlashni bosamiz. Va kameramizning IP adresiga o'zgartirilgan IP adresiga qaytadan kirib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, darhol kirdi. Endi esa Hikvision Anywhere ichiga ushbu kamerani qo'shish haqida ko'rishingiz mumkin. Demak, IP adresiga ruchnoy shu IP adresini yozamiz. Kamera qo'shish bo'limidan so'ngra parolga o'zimiz qo'ygan parolni kiritamiz. Va protokolga OnWiFi ni tanlab qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Parolni kiritdik, o'kka bosdik. Kamera onlayn bo'ldi. Ya'ni video registratorda ko'rsatdi. VCT deganda shu kamera ishlayotganligi nazarda tutiladi. Barcha sozlamalarni Hikvision Anywhere dan turib, video audio sozlamalari, potoklari va boshqa harakatga yozish yoki постоянный zapis qilish, shu kabi barcha sozlamalarni Hikvision Anywhere dan turib TND kameralariga amalda tatbiq qilishimiz mumkin. TND kameralarining IP adresini bemalol o'zining maxsus ilovasini yuklab olib, aniqlab olishingiz mumkin. Bunda telefondagi maxsus ilovasi Easy Life Plus bo'ladi. Hozir birgalikda shuni sketchat qilib, qanaqa qilib kamerani onlayn qilish, kamera yoki Anywhere onlayn qilib Easy Life Plusga qo'shishni o'rganamiz. Bu ham juda ham oson. Mana shu programma ko'rib turganinglar Easy Life Plus. Buni sketchat qilib olamiz. Sketchat qilib olganimizdan keyin qo'shish juda ham oson. Bu yerda aktivatsiya avvalo xuddi SViz yoki Hikvisionda Connect programmalariga o'xshab akkauntni registratsiya qilib olishimiz kerak. Telefon raqamiga yoki pochtaga. Albatta elektron pochtaga qilish juda ham sodda va oson. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kameramiz qo'shilingan, tayyor holatda turibdi va Anywhere qo'shilganda shu holatda ko'rib chiqiladi. Onlayn prosmotrlariga o'zingizlar baho beringlar, ya'ni tez ochish, sekin ochishiga. Xo'p, endi Anywhere ichiga kiryapman. Qarang. Anywhere login parolini terdim va bu yerda men ruscha qilib qo'yganman. Keyin Nastroyka bo'limiga kiraman. Va bu yerda set bo'limidan дополнительный kiraman. Hamda dostupga platformaga yoqib qo'yaman. PKPga. Bu Anywhere'da ham, kamerada ham shunaqa. Bu yerda hozir kameraning ichida Anywhere'da ham xuddi shunaqa bo'ladi, muammosiz. Va
pastda QR kod chiqib turadi. Shu joyda mana QR kodni skaner qilib bemalol haligi Easy Life Plus dasturimiz orqali qurilmani qo'shishimiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz shu edi. Yana qaysi sozlamalar haqida video qilishimizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Kanalimiz foydali bo'lgan bo'lsa, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.